जन्म 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 साथ चलना यूं कसम तुम्हें कसम Muncha? Akamiz shoddanmi? Akamiz qayerda? Ayting shuni. Ichkarida. Ochinglar. Senlarda o'zi mehr degan narsa bormi? Ko'p bo'lmay o'lish, akangni ochishini qara. Akangni yaxshi ko'rasanlarmi o'zi? Ey rais, bu nima deganingiz bu? Agar akamizni kim urib ketganini topsak boru. O'zim yoraman. Ha, shunaqa. Ani kuni o'tkazib akam bittasi mana qilib gapirgani uchun bizdan oyoq qo'lini sindirib tashladi mana. Bittasi qattiq Hamidda bizda. Yoradi. Hammamiz ham o'zbekmiz ukalar, cho'chishma meni. Prosta akangdan mana ovoz ham chiqmayapti. Ora-orada yo'qsirab gapirib qo'yapti, og'ir betob. Kimda 30 ming chiqadi hozir oldida? Aka, puldan muammo yo'q. Mana, men izlash kerak emas. U pulingni cho'ntagingga solib qo'y, taksi-paksiga ishlatasan. 30 ming dollar deyapman. Chiqadimi? 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 Chiqmaydi. Men berib turaman. Bo'ldi, bo'ldi. Lekin bitta sharti bor. Qanaqa? Dildor, Ha? o'tgan kuni kasal akani ukalari kelgandi. Nima deyishdi senga? Jaqab ketding? Hech narsa degani yo'q, shunchaki eshikni ochdi bo'ldi. Ko'zinglar bilan gaplashibsizlar-da. Jinnimsan-la?